rak kasalligi olib boruvchi eng katta sababi bor. Bu o'rtoqlar, buni hali sizga vrachlar ham, doktorlar ham juda ham ko'pchilik aytmagan. Mani podpisimda bo'lganim uchun, mani kuzatayotganim uchun sizga bepulga aytib o'taman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Rak kasalligiga chalinmaslik uchun rakka olib boruvchi eng katta omili bor. O'zbek har biringiz uyingizda bor ushbu narsa, juda ham ko'pchilikda bor, lekin bu narsani oddiy qabul qiladi. Bu narsani bilasizlarmi nimaligini? Bu narsa plastmassa hisoblanadi. Plastmassada biz ovqatlanyapmiz, plastmassada biz suv ichyapmiz, plastmassa hammasi plastmassalar organizmga tushadi, ular qaytib chiqib ketmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun plastmassa idishlardan foydalanishdan cheklaning iloji boricha. Bu almisolcha toza bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoz kunlarida juda ham ko'pchilik quyoshda qolib ketgan plastmassadan foydalanib, O'zbekistonda har 10 ta insondan bittasida rak kasalligi kelib chiqyapti. Rak kasalligini albatta uni oldini olsangiz bo'ladi. Rak kasalligi oldini olish uchun nimalar iste'mol qilish kerak? Mikrozelenlar va Bitkris degan mahsulotlardan iste'mol qilishingiz kerak. Biz hozirgi kunda biz lecheniya qilyapmiz shu tomonlama. Albatta shifo Allohdan. Plastmassadan narsalar yeyishga, iste'mol qilishga ehtiyot bo'ling, iltimos qilamiz. Chunki plastmassalar uyga olib kirmang iloji boricha. Shisha idishlardan foydalanmang.